Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda men Super boboman va mening YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar, charchamayapsizlarmi? Videoga kirganingizdan videoga bitta like bos va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki obunachilar men tez orada 20 balakat. Sen kim bo'lding ey badbaxt? Nima gap? Tuzimisiz bobo, charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ha, turqing cho'ta nito nima gaplar? Tinchmisan? Ha, tinch, yaxshi, rahmat. Qani bu yoqqa kirchi sen bola. Yomon qo'rqitdi, palakattingni cho'chib tushdim. Voy, yana shu yerdamisan? Ha, nima gap yana bir bor, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, menga keladigan bo'lsak ishlarim yaxshi, xo'sh, nima darding bor? Gapir. Xullas, dardim shundaki, bitta narsani so'ragani keldim. Xo'sh, nimani so'ramoqchisan? Bemalol so'raver. Har doimgidek bilasan, bu qishloqdagi eng qo'li ochiq, eng zo'ri va eng ajoyib o'yinchi men bo'laman. Xo'sh, puldan muammo bo'lyaptimi? Menda ham pul yo'q. Yo'q, puldan yoki biror narsadan muammo bo'layotgani yo'q. Shunchaki uyimga qarindoshlarim kelayotgandi va sizni uyingizda 2 kungina yotib qolishni so'rab qolardim. Kunduz kuni bo'lmayman, faqatgina kechqurun. 2 kungina, lekin odatda uyga qarindoshlar kelganda, ya'ni mehmon kelganida odam uyda bo'linadi. Lekin sen nimaga aynan yotib qolishga qaror qilding? Seni qarindoshlaring kelganda Sababi shundaki, ular berkida yotib qolishadi va kechqurun yotishga menga joy qolmadi. Shuning uchun siznikidan so'rab turmoqchiman. Kuni bo'yi esa ularnikida bo'laman. kuni bo'yi yaxshi, yaxshi. Bugun kechgacha va ertaga faqatgina tunda. Ertaga esa chiqib ketaman. Ha, bo'ldi. Mana bu boshqa gap. Bo'lmasa, bu yerda o'z uyingdagidek his qilaver va men esa biroz ishlarim bor edi. Shu ishlarimni qilib, keyin sen bilan gaplashaman yana alohida. Lekin qara, menda kravati yo'q. Qayerda uxlaysan? Bilmadim, uxlashga qulay joy bo'lsa bo'ldi, yerda ham yotaberaman. Yo'q, yo'q, yerda yotishing yaxshi emas. Hatto skladda bitta ko'rgandim. Hozir senga olib kelaman, faqat ishlarimni qilib bo'lgandan so'ng. Sen esa mana shu yerda yotasan. Xo'sh, kel men senga mana bunday qilib narsalarni tepaga qo'yib beray. Mana bu sandiqni yarimdan tepasidan sen foydalan, tepadagi pechka senga, pastdagisi menga, chunki pastdagisidan men foydalanaman. Tepadagisidan esa foydalanishing mumkin. U palakat obunachilar, cho'ta bu житель sal g'alatiroq keldi. No mayli obunachilar. Super bobo yoshligida beli juda ham baqat bo'lgan. No hozir ham kuchdan qolgani yo'q va agar menga biror narsa qilmoqchi bo'lsa, shuni shapaloqdan bittani qo'yaman, bo'ldi. Shu bilan hammasi chikki-pukki bo'lib ketadi. Lekin o'ylashimcha obunachilar, unda hammasi yaxshi, chunki uni o'zinglar ham yaxshi bilasizlar. Oldingi videoda ham ko'rsatib o'tganman. Bu jitil judayam yaxshi. Hali hech qanday to'polonlar qilmagan. Shunchaki uni ko'rinishi biroz g'alatiroq, chunki u bilmadim, chunki u g'alati jitilda ko'rinishi sal Eee, biroz biroz chaplangan. No, anori bor yuzida obunachilar. Shuning uchun ham biroz g'alatiroq. Lekin mayli, unga ahamiyat bermaymiz, chunki kitobni muqovasiga qarab baho berish kerak emas, har doim aytib o'tganimdek. Xo'sh, ana endi mana bularni qilish kerak. Voy, hozir men mer yoniga kiraman va mer har doimgidek sasiydi. Nima uchun sasiydi? Chunki men kecha ishga chiqmagan edim. Sababi kecha biroz kasal bo'lib qolgandim. Shuning uchun yo'talgim kelyapti. Hozir ham yo'talgim kelib turibdi, lekin gapirishga harakat qilyapman. Sizlarga albatta vaqt ajratib, vaqt topib gapirish uchun. Ya'ni obunachilar ko'ryapsizlar, har kuni ham video chiqarmasam ham, lekin tez-tez video chiqarishga harakat qilib turibman. O'tgan safar kasal bo'lib qolganim tufayli Odil jiyanimga kompyuterimni berib turganim video olish uchun va u o'zi bitta allambalo video chiqardi. Palakat prosmotr olmadi. O'rniga esa meniki yaxshiroq prosmotr oldi. Chunki bilaman obunachilar, siz meni juda ham yaxshi ko'rib kuzatasizlar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yib, videoga bitta like bosib qo'yishni unutmanglar va like bosgan bo'lsanglar, kommentariyaga ham yozib qoldiringlar obunachilar. Chunki kommentariyalarni keyingi videoda ekranda ko'rsatib o'taman. Xo'sh, ana endi mana bu la'nati merning yoniga kirish kerak. Nima gap mer, tuzukmisan, charchamayapsanmi? Kirayotganda eshik taqillatib kiritiladi. No, men 70 yoshman. 70 yoshda esa buni keragi yo'q. Menga desa 100 yosh bo'lmaysizmi? Eshikni taqillatib kiring. Ertalabdan menga qarang, muammo chiqarmasangiz-chi janob mer, o'zi ishlaringizni hammasini qilib kelyapman. Beradiganligingiz ham yaxshi emas va yetmaganiga mana bu yerda eshikni taqillatib keling deyapsiz. Aslida esa bu ishxona hech qanaqangi bir o'zingizni uyingiz emas yoki bo'lmasam biror joy emas. Davlat tomonidan berilgan sizga ishxona. Shunday bo'lsa hamda Xo'p, mayli. Ertalabdan basharangizni bolgarskiy ruja qilasizda borku janob merim. Sizga ham bir farqi yo'q-da. Xo'p, mayli obunachilar, ana endi skladdan olib keladigan narsalarni olib kelamiz. Xo'sh, mana shu yerda bo'lishi kerak.
Va mana kravatka ham ega bo'ldik obunachilar. Endi hozir buni borib, ana u ritelga beramiz va uni reaksiyasini ko'ramiz. Menimcha, lekin obunachilar boshqa kravat topolmadim. Pushta rang ekan, lekin kravatning rangida nima farqi bor, to'g'rimi? Bu ham kravat va unda yotsa bo'ldi-da. Menimcha rangiga xafa bo'lmasa kerak. O'ylashimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Balakat obunachilar, hozir bir narsa birdan esimga tushib qoldi. Endi menimcha bugun kechgacha bu bilan vaqt o'tkazolmayman, chunki bittasinikiga borib kelishim kerak. Ritel bu yerda nimalar bo'lyapti, menga tushuntirib bera olasanmi? Tepagami zanjirlar yirtilib chiroyli bo'lishi uchun tipa zamonaviy dekorat-da. Zamonaviy dekorat? Sizlar tomonda zamonaviy dekoratsiya mana shunaqa bo'ladimi? Zanjir bilan ancha-muncha chiroyliroq ko'rinyapti. O'ylashimcha zanjir bilan unchalik ham chiroyli emas. Zanjir bilan qamoqxonaga o'xshaydi. Mayli, mana senga kravat olib keldim, judayam yumshoq, yangi. Menikidan qolishmaydi, faqat rangi biroz g'alatiroq ekan. Voy, nimalar deyapsan? Rangiga gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Muhim e'tiborku. To'g'rimi do'stim? Mana shuni olib kelganing uchun ham judayam xursand bo'ldim. Agar bu bo'lmaganda ham hozir yerda yotgan bo'lardim. To'g'rimi? Ha, seni bilaman. Turqing biroz g'alati bo'lsa ham, lekin yuraging softa bor-ku, ba'zilarga o'xshab ikkiyuzlamachi emassan. Gap bo'lishi mumkin emas. Sendan judayam yaxshi do'st chiqadi demoqchi edim. Ritel bu yerda mana bunaqangi pichoqlar nima qilyapti? Bilmaysanmi, men 2 yil pishiriq pishirishga borganman. Bu pichoqlar nima uchun bo'ladi? Faqatgina tort pishirish uchun. Aytgancha, hozir sen bilan birgalikda ajoyib tort tayyorlaymiz. Ajoyib tortmi? Jon deb tayyorlagan bo'lardim, lekin hozir men bitta joyga srочно o'tib kelmasam bo'lmaydi. Sababi u yerda ishim bor. Hozir ishimni tashlab keta olmayman. Balkim boshqa safar qilarmiz shu tortni. Yo'q, yaxshisi sen ishingni bitirib kela qol. Kechgacha esa men qilib qo'yaman. Pechka ishlayaptimi? Ha, pechkadan muammo yo'q, faqat biroz ko'mirdan muammo bor-da. Istasang olib kelib beraman. Yo'q, shart emas. O'zim David qilib kelaman. Sen esa bor, ishingdan qolma. Voy, rahmat senga do'stim. Mayli, charchaman. Aha, mayli. Obunachilar aytyapman-ku, bu bolani turqi sovuq bo'lsa ham, lekin o'zi judayam yaxshi-da, qalbi judayam bir ochiq-da. Bundan haqiqiy do'st chiqadi, lekin biroz qo'rqadi obunachilar. Shunday yonlarida paydo bo'lib qolsa, o'ylaylar, vashshe bir yoqimsiz holatga tushib qolasizlar. Ishonaveringlar menga obunachilar. Xo'p, mayli, boradigan joyimga borib, qiladigan ishimni tez-tez qilib kelmasam bo'lmaydi-da. Onasini ham mayli qo'ng'iroq qilib qo'yaychi Samga. Yo, balakat bori yomon charchadim, lekin bolalar ishoninglar tirnog'im ham bori charchab ketdi dajicha. Olib tashlayman endi u tirnoqqa ham bori. Shunaqangi ish qildik o'ziyam sen bilan. Sen uyda bunaqangi ish ko'p deb o'ylamagandim. Qaraganda borku belim og'ritdi balakat. Mayli bo'pti, qornim tatalab ketdi. Na ovqat berdi. Voy, bu yerda qon nima voy! G'alati Rachel, tushunmadim. Bu yerlar nimaga qon? Hey, o'zingni bos. Bu yer hech qanaqa xona emas. Bu shunchaki tortni kraskasi va bu kraskalarni o'zim tozalayman. Va'da beraman, faqat meni kechiring, iltimos. Mana bu esa to'rtni o'zi bo'lsa kerak-a. Voy, hididan lekin Morkov vashshe ishongan. Nima desam bo'ladi? Hozir yeb qo'yaman buni. Yeyishing mumkin. Osh bo'lsa do'stim, qalay chiqibdi? Voy, hididan lekin judayam ajoyib. Pichoqlar bor, olib yeyaver. Odatda tashqaridan ovqatlanardim, shuning uchun menda ovqatlanish uchun kerakli narsa yo'q. Bu yerda pulemyot nima qilyapti? Endi buni qanday tushunishim mumkin? Pulemyotmi? Pulemyotga ahamiyat bermasang ham bo'ladi. Shunchaki boya bitta ayiq kelganda otib tashladim. Nima, bu yaqin landshaftda ayiq yasharmikan? Bu yaqin orada ayiq yashaydi. Lekin senda pulemyot nima qilyapti? Men har doim pulemyotni o'zim bilan birga olib yuraman. Chunki ko'pchilik meni yoqtirmaydi va meni urishga harakat qiladi. Shunda pulemyot bilan qo'rqitaman, lekin aslo otmayman. Mayli. Bo'lmasam bo'lmasam yaxshi. Qani, kel, to'rtta olaylik. Kel. Xullas, Ritel o'sha paytlar mana shunaqangi ajoyib edi. O'sha do'stim ham ko'rinmay ketdi-da borku. Lekin uni bekor qilibsan. Urib bekor qilganman. Bilmadim, yoshligimda biroz g'alatiroq bo'lganman. Hozir bir jiyanim bor, Odilboy degan. U ham xuddi o'zim bo'lgan. Ishonasanmi, nimalar qilib tashlamagan balakat. Uni orqasidan maktabga darasa emas, men borardim o'rniga. Tushunyapsanmi, men?
Ha, ha, judayam yomon bo'lgansan-da. Ha, shu gapirma. Tushunmadim, nega meni sensirayapsan? Uzr. Ha, bobo kechirasiz-a? Ha, mana shunda bo'lsin. Bo'pti, mayli, detskiy время tugadi. Endi esa uxlamasak bo'lmaydi. Lekin mana bu pulemyotni olib kelib yomon qilibsan. Agarda biror muammo yoki shikal-pikal chiqadigan bo'lsa, unda bilasanmi, men javob bermayman. Xo'p, bo'ldi. Mana endi qorong'i bo'ldi, uxlash kerak. Mayli, yaxshi yotib turing. Xayrli tun tilab qolaman. Bo'lmasam Bo'lmasam kel, uxlay qolaylik, gapni cho'zmasdan. Mayli bo'talog'im, yaxshi yotib tur. Barakat, lekin bu biroz g'alati ritilda. Nimaga desanglar, bilmadim, sal g'alatiroq tuyulyapti. Kelganidan beri g'alati ishlar qilib yotibdi. Mana bu yerlar narsa sachratib yubordim, lekin aslida bilmadim, qongayam o'xshaydi-da, borku. Sekin qarab ko'raychi, uxlab qoldimmikin-a? Barakat, nima qilib turibsan? shunchaki sizni tomosha qilayotgandim. Uxlab qoldingizmi, yo'qmi deb menga qiziq bo'lib qoldi-da. E, Barakat deni. Hozir mayli toza havodan bitta shundoq nafas olaman-u kelaman. Agar jahlingizga tegib qolgan bo'lsa uzr. Yo'q, jahlimga tegib qo'ymading. Hammasi judayam yaxshi. Barakat, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Bu reel o'zini judayam g'alati tutyapti. Mayli, menimcha men videoni mana shu yerda o'chiraman. Agarda ertalabgacha hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unda men mana shu videoni joyladim. Agarda yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, unda sizlar bilan mana shu yerda xayrlashib qolamiz. Mayli, obunachilar, bu meni oxirgi videoyim bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoga iltimos bitta like bosib qo'ying, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va judayam ko'p kommentariyalar yozib qoldiring. Agarda bu videoni sizlar ko'rayotgan bo'lsangiz, demak hammasi yaxshi va keyingi videoni kutib qoling.